assalom. Ey laylakmoning oldiga ketdim. Nima so'rasam Yaxshi o'ylay. Bilasizmi, otaxon, o'zida voy qalamini so'ray. Sehri bor deyishadi. Rahmat senga yilqichi. Yaxshi bo'ling otaxon. Chor rahmat aytib yo'lni davom ettirdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Laylakmoning oldiga yetib kelibdi. Assalomu alaykum laylakmoy. Assalomingiz bo'lmaganda ta'ziringizni beradi. Va alaykum assalom. Yana nimaga keldingiz? Menga o'z yozadigan mo'l qalam ber. Laylakmoy o'ylay mo'l qalamni beribdi. Mana otaxon ola qoling. Rahmat senga laylakmoy. Chor rahmat aytib yo'lni davom ettirdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yo'lda borni ko'rib qolibdi. Assalomu alaykum bo'ladi. Va alaykum assalom. Keling otaxon, keling otaxon. Uyimda biroz boring. Qo'lingizdagi nima? Mana bu mo'l qalam. Faqat bunga yoz mo'l qalamini ko'rmang. Otaxon, siz hech qachon xavotir olmang. Voy biroz mehri bo'lsa maylimi? Mayli. Chor uxlab qolgandan foydalangan bor sehrli mo'l qalamni oddiy mo'l qalamga almashtirib qo'yibdi. Otaxon, sizning vaqtingiz bo'ldi. Rahmat boy. Hayya, yaxshi boring otaxon. Bo'pti boy. Chor rahmat aytib yo'lni davom ettiribdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yetguncha kun deganda kampirning oldiga yetib kelibdi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Laylakmoydan nima olib keldingiz? O'z yozadigan mo'l qalam olib keldim. Qani bir sinab ko'ring-chi. Yo'q mo'l qalam. Yana bir aytib ko'ring-chi. Yo'q mo'l qalam. Chor kampirni oldida uyalib qoldi va laylakni ayblabdi. Voy yaramas laylakmoy meni aldabdi. Undan boshqa narsa so'rang. Ha, chol yaxshi borib keling. Bo'pti kampir yaxshi bo'ldi. Chor laylakmoyning oldiga yo'l olibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yo'lda yirtqichga duch kelibdi. Assalomu alaykum otaxon. Qayerga yo'lding? Men laylakmoyning oldiga ketyapman. Undan nima so'rasam ekan? Chor yirtqichga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Bilasizmi otaxon, sizning dushmanlaringiz ko'p ekan. Undan o'toqmoqni so'ray. Rahmat senga. Yaxshi bo'ling otaxon. Chor rahmat aytib yo'lni davom ettiribdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Laylakmoyning oldiga yetib kelibdi. Assalomu alaykum laylak. Assalomingiz bo'lmaganda ta'ziringizni beradi. Va alaykum assalom. Yana nimaga keldingiz? Menga o'toqmoqni ber. Laylakmoy o'ylay o'toqmoqni beribdi. Mana otaxon ola qoling. Rahmat senga laylak. Yaxshi bor. Chor rahmat aytib yo'lni davom ettiribdi.
boyni ko'rib qolibdi. Assalomu alaykum boyota. Va alaykum assalom. Keling, ota uyingizda boring. Keling. Qo'lingizdagi nima? Mana bu to'qmoq. Faqat bunga to'qmoq deydi. Ko'rma. Hop, otaxon siz hech qachon xavotir olmang. Chol uxlab qolganidan foydalangan bor. To'qmoqni olib, to'qmoq degan ekan. To'qmoq! Otaxon yo'ldan qo'ydi, otaxon yo'ldan hamla borishim joyi otaxon yo'ldan to'qmoq. Nasib bu haqqiga xayonash qilishni bilmaysanmi? Hamma kitoblarda yozilgan bu. Kechiring meni, otaxon. Hamma narsangizni qaytarib beraman. Ma'lum qalamingiz. Rahmat senga, bu sen Allohga topshirdi. Rahmat aytib yo'lni davom ettiribdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yetguncha yetguncha deganda kampirning oldiga yetib kelibdi. Yo'qchining oldiga yetib. Assalomu alaykum, otaxon. Qayerga keldik? Laylab qo'yingiz oldiga ketyapman. Sizlar nima so'rasaniki? Dunyolar olami Arabik kitobini so'rang. Rahmat senga. Yilqichi. Yaxshi bo'ling, otaxon. Chol rahmat aytib yo'lda davom ettiribdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Laylakboyning oldiga yetib kelibdi. Assalomu alaykum laylakboy. Assalomingiz bo'lmaganda ta'siringizni berdi. Va alaykum assalom. Nimaga keldingiz? Umurqa. Nima berdim? O'rtoqmoqni berdim. Yana menga bilimlar olami Alibek kitobini ber. Laylakboy o'ylay Alibek kitobini beribdi. Rahmat senga laylakboy. Yaxshi bo'l. Chol rahmat aytib yo'lni davom ettiribdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yetguncha yetguncha deganda boyni oldiga yetib kelibdi. Assalomu alaykum laylakboy. Va alaykum assalom. Keling, otaxon. Keling. Qo'lingizdagi nima? Mana bu bilimlar olami Alibek kitobi. Voy, biroz muziqa bo'lsa maylimi? Mayli. Chol uxlab qolganidan foydalangan bor. Alibek kitobini olib o'qiy boshlabdi. Otaxon, turing, sizni vaqtingiz bo'ldi. Rahmat bor. Xayr, yaxshi boring, otaxon. Chol rahmat aytib yo'lni davom ettiribdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yetguncha yetguncha deganda uyga yetib kelibdi. Assalomu alaykum chat. Yaxshi keldingiz. Laylakboydan nima olib keldingiz? Mana bu to'qmoq. Mana bu o'zi
Bilimlar olam qalbli kitob. Yaqinda nabiramiz maktabga chiqadi, yaxshi bo'ldi. Shu bilan o'rtoqroq degan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bolalarimizni insonparvarlikka, rostgo'ylikka, mehnatsevarlikka va birovni haqqiga xiyonat qilmaslikka tarbiyalab bordik. Rahmat bolajonlar. Demak, boshlovchi rolida Murodjonova Diyora. Chol rolida Ubaydulla Mumtozbek. Kampir rolida Botirova Muslima. Laylak rolida Soyibjonova Mubina. Yilqish rolida Xayrullayev Afzalxo'ja. Boy rolida Abdug'aniyev Akmalbek. Urtoqmoq rolida Abdug'aniyev Abdurahmon. Rahmat. Bayramimiz tarzida davom etadi. Yigitlarimizni davraga taklif qilsak,
Festival. Raqs ijro etishadi. Marhamat. Утро проснется, выпьет чай с печеньем, снова начнется в городе движение. Птиц, автомобилей, карусели, город. Просыпайся, детский город. Банана, мама, поверишь, чудеса. Банана, мама, сбываются мечты. Банана, мама.